Trendiy liniyada ishlaguncha, ya'ni trend liniyani biz birinchi bo'lib aktivlashtirib olishimiz ham muhim bo'ladi. Ya'ni trend liniyada bitta narsa bor, eng oson anonsi, ya'ni ключевой joyi. Ko'p kishi bizda liniyani nima qiladi? Aktivlashtirmasdan ishlatadi. Ya'ni ikkita maksimum hamda ikkita minimum kerak bo'ladi trend liniyani aktivlashish uchun. Bu qanaqa? Ya'ni ikkita maksimum perixay bo'ldi. Ikkita maksimum perixay bo'ldi. Ya'ni bozor strukturasini mix qilinyapti. Ikkita maksimum perixay bo'lgandan keyin mana bizda liniyani aktivlashgan holati. Ikkita maksimum mana, ikkita maksimum bor. Mana ikkita minimum ham bor. Ikkita maksimum, ikkita minimum bo'ldimi? Bo'ldi. O'sha trend liniyani tortamiz-da. Kak mana bu holatda keyin savdoga kirishni boshlasak bo'ladi. Ya'ni ikkita maksimum, ikkita minimum bo'ladi. Bizda liniya aktivlashadi. Bo'ldi, tamom. Liniya aktivlashdi. Endi savdoga kirishimizni liniyani, ya'ni minimumlardan, ikkita minimumdan liniyani tutashtiramiz-da. 3-kasaniya kelganda savdoga kiramiz. Ya'ni minimumlardan tortilgan liniya support liniya, maksimumlardan tortilgan liniya qarshilik, ya'ni resistance line deyiladi. Ya'ni resistance liniya deyiladi. Bo'ldi. Endi ikkita maksimum, ikkita minimum bo'ldi. 3-kasaniya kelganda bayga savdoga kirsak bo'ladi va narx 3-kasaniya keladi. Minimal bayga bitim ochishni boshlaymiz. Asosiy holatda bo'lib aktivlashtirib olganingizdan keyin любой time frame'da faqat aktivlashtirib olish muhim. Misol uchun deylik, 3-kasaniya kelganingizda, ya'ni savdoga kirganingizda o'rtacha reysga kirasiz. Bu degani, misol uchun 003, 004 da kirsangiz, 4-kasaniya kelganda minimal reysga kiriladi. Любой time frame'da faqat birinchi aktivlashtirib oling. 3-4-kasaniya ishlanadi. 5-kasaniya bizda trend liniya bilan ishlaguncha savdoga kirilmaydi, chunki har bitta kasaniyadan keyin liniya miyotib yurashadi. Shuning evaziga 5-kasaniyaga kirmaymiz. Endi qarang. Aslida, ya'ni hamma treyderlar ishlash uslubi trend liniya tana bilan yoriladi. Nima qiladi? Ular уже selga ketadi, pravoy bo'ldi deydi. Masalan, trend liniya tana bilan yorildi. Уже bo'ldi, selga ta'sir bor deydi. Endi qarang, Abdukarim aka, sizga savol. Bular mana shu holatda ishlayapti. Endi biz ikkita darsni mix qilishimiz kerak. Bizda selga ta'sir bormi birinchi mavzu bo'yicha? Bu sizga savol. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, selga yo'q. Nimaga? Mana narxlarni berilib o'qimadi-yu. Da, endi biz trend liniyaga birinchi dars mix qilishimizning sababi shu. Qachonki biz selga ishlaymiz, trend liniya keladi. Mana tana bilan yordi. Tana bilan yorganidan so'ng bitta narsani unutmang, o'ziga qo'shib bitta minimumni ham nima qilish kerak? Perilov qilish kerak. Ana endi bizga nima bor? Tasdiq bor, ya'ni selga ishlashimizga. Boshqa treyderlar nima qiladi? Bo'ldi. Liniya tana bilan yordi. Retesdan sel kiriladi. Retesdan sel kiraman deydi, ozroq yuradi, impuls bilan ketib qoladi stopga qarab. Ularni asosiy qiladigan xatosi shu, ya'ni nima? Tasdiqsiz savdoga kirish. Biz qachonki trend liniyani tana bilan yorib, o'ziga qo'shib bitta minimum olganidan so'ng nima qilamiz? Savdoga kiramiz. Keyin narx retesga chiqadi. Savdoga kiramiz. Narx keyin oqishni boshlaydi. Take profitlarimizni liniyaga kasaniya bo'lgan zonalar bizda take profit bo'ladi. Mana bu bizda aktivniy savdo deyiladi. Trend liniya mana shu. Support liniyani yorilishi proboy, qarshilik liniya yorilishi atboy deyiladi. Daftaringiz bormi? Hammasini yozib boring, qoida qilib. Bor. Yozib oling mana shuni. Asadbekga sizlarning esingizdan shu mavzuni. Nima dedingiz, Sardor aka? Boshdan qaytaring. Esimizda akajon. Trend liniya minimum, ya'ni support liniyani yorilishi proboy, qarshilik liniyani yorilishi atboy bo'ladi. Liniya yorilgandan keyin o'ziga bitta qo'shimcha minimum ham yorilishi kerak tana bilan. Tasdiq berish uchun.
Haqiqatdan yana bitta ta'sir keyindir M30. Men mana shu M30dagi signalingiz bilan Asadbek aka VIPga signal berib yubordim bayga. 100 pips Ah. tek profitogina. Da. Gördük. VIPda bormisiz? Ha. Hop, endi davom etamiz. Bizda liniya yorildi, minimum yorildi, selga ta'sir berildi, savdoga kiramiz. Stop maksimumda qo'yiladi. Harakatdan impuls bilan o'qishni boshlaydi. Mana shu bizda aktivniy savdo bo'ladi. Ikkita maksimum, ikkita minimum qiladi. 3-kasanaga kiriladi, 4-kasanaga kiriladi. Lekin 5 kirilmaydi. Keyingisi. Keldi. Ikkita maksimum bor. Ikkita minimumlar bo'lgan, parallel bo'lgan. Liniyani tortamiz. Aktivlashdi. Biz nima qilamiz? 3-kasanaga kelganida liniyaga urilgandan savdo ekrani stop maksimumda turadi. Narx nima qilishni boshlaydi? Impuls bilan oqishni boshlaydi. Trend liniyani qachonki ishlatmaymiz, news vaqtlarida trendga qarshi ishlatmaymiz. Trendga qarshi holatda ishlatmaymiz. Qolgan holatlarda ishlatamiz trend liniyani. 3-kasanaga keladi, sel kiramiz. Narx selga oqishni boshlaydi. Faqat trend bilan ishlashimiz kerak. Sardor Bey, hozir ikkitasida ham selda ko'rsatdingiz a? Birinchisi bayga, ikkinchisi selga. Birinchisi ham selga bo'lish kerak, pastga nima qildingiz? Bumi? Yo, bundan oldingiz. Yo, tren liniyani bizi bitta minimalni Minimum yorgandan keyin. Minimumni yorgandan keyin bayga chiqib ketadi. Yo, minimum selga yorsa chiqadi. selga ta'sir beradi aka. Xo'p, minimumni yorsa selga ta'sir bersa, maksimumni bayga Keyin maksimum mana bu holatda keladida, narx trend liniyani yorgandan so'ng bizga nima ta'sir beradi? Bitta maksimum yorilgandan keyin biz bayga ishlasak bo'ladi. Mana bu holatdan yoradi. Bozor struktura razvorot berdi. Bitta kichkina korreksiya holatda narx impuls bilan ketishni boshlaydi. Tek profitimiz trend liniyaga tekkan hududlar bo'ladi. Endi tushundim. Buni ham tashladim. Любой time frame ishlasangiz bizda birinchi liniyani aktivlashtirib olish muhim. Xo'p, shuni bozor holatidan kelib chiqib ko'ramiz. Maksimum berxa bo'lgan. Mana bitta trend liniya bor. Narx kelganda savdoga kirsak bo'ladi. Bitta maksimum berxa bo'lgan, ikkinchi maksimum berxa bo'lgan. Bitta trend liniyani o'zi bilan ham bozorni boshqarsangiz bo'ladi. Misol uchun mana qarang, 3-kasanda qanday chiroyli bayga ketgan. Birinchisi maksimum berxa bo'lgan. Keyin yana bitta maksimum berxa bo'lgan, to'g'rimi? Ikkita maksimum bor, ikkita minimum bor. Ikkita minimumdan liniyani tutashtirasiz. Mana soyadan tortasiz, switcha bilan ishlaganda soyadan. Soyadan tortdim va 3-kasanda liniyaga kelib urildi mana. Mana bu nuqta, mana liniyaga kelib urildi va narx bizda bayga qarab chiqib ketgan. Mana bu holatda ham liniya bor. Minimum parallel bo'lgan. Yana bitta minimum parallel bo'lgan. Ikkita maksimum, ikkita minimum bo'lgan, liniya aktivlashgan va 3-kasanaga kelganda mana 3-kasanaga kelgan maksimumda stop qo'yasiz. Narx liniyaga urilganda bizga
320 pips harakat qilib bergan. Qarang, stop loss qanaqa qo'yiladi? Stop loss qo'yguncha bitta narsaga e'tibor qaratish kerak. Maksimum va minimumlarda tanib qolsagina bitta bilan biz yopamiz. 3-kasani sel ishlaganmiz. 4-kasani kelganda ham sel ishlaymiz-da. Endi stopni bu maksimumga qo'yib qo'yamiz. Endi qarang. Savdoga kirgan zonamizdan stopimiz 80 pips bo'lyapti. Agar mana bu holatda maksimumni tepasida tana qolsa, stopdan olasiz, nima qilasiz? Bitta bilan save qilib yuborasiz. Yopib yuborasiz. Lekin narx nima qildi? Prosta bizga soya tashladida 4-kasanda kirganimizdan bitta impuls bilan 540 pips olgan. Birinchi entry 300 pips, ikkinchisi 500 pips. Bu degani 800 pips ikkita entryda o'zida. Keyingisi yana bizani qiladigan ishimiz bu yerda narx maksimumdan perxa qilgan va liniya aktivlashgan maksimumdan perxa qilib. 3-kasani bayga kirganmiz, prosta tak narx bitta impuls bilan mana 1200 pips tushgan. Boya ikkita sellarga entryimizdan 800 pips olgan bo'lsak va 3-chi entry bayimizda o'sha 1000 pips harakat qilib bergan. Ikkita entryda o'zi bizda 2000 pips harakat bor. 2000 pips toza harakat bor. Mana shu bizga trend liniya. Endi bitta qoida yozib qo'yinglar. Korobkaga, ya'ni flatga tushganidan so'ng trend liniyani ishlatmaymiz. Sababi narx korobkaga tushdi, bu qachon korobkani yo'rsagina ishlaymiz. Agar korobkaga tushib qolgan bo'lsa, biz trend liniyani ishlatmaymiz. Keyin yana bitta qoida, newsda chiqqan switchlar bo'ladi-ku, shpilkasi uzun-uzun, agar ko'rgan bo'lsanglar bozorda juda ko'p keladi. Ana shu switchani ham tanasidan olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bu holatda bizda ikkita news chiqqan edi. Mana bu minimumlardan tutashtirdi, maksimumdan perxa qilgan. 2 yilli maksimum perxa qilgan. Minimumlardan tutashtirdim liniyani mana 1 2 mana bu yerda kelyapti-da, mana 3-kasani nima qildi? Bizga bayga yurib bergan. Bu yerdan bay kirganmiz 600 pips. Tepa liniyadan sel kirganmiz 320 pips oqqandi. Mana shu holatda ishlaymiz. Keyingisi yana bu yerda maksimum perxa. Mana bu ikkita minimumni tutashtirib qo'ysak bo'ladi, bemalol. O'shardan selam ishlasa bo'ladi-da, Sardor aka qarang 3-kasani bergan, 4-kasaniga buzgan. O'sha chizdingiz-ku? Bunimi? Ya, chizdiz o'shani. Bu global trend bo'libdi-ku. Mayda trend bo'ladi-ku. Mana buni aytyapsizmi? Shu yerdan selam kirsa bo'ladi. Da, mana bu yerda minimum olgan, retesga chiqqan, kirilgan, impuls bilan mana bu kelgan. Kirgan shu bunda. Retes zonamizdan 470 pips. Kanalga signal berilgan edi bu, adashmasam. O'sha bor edi, u kirganmiz o'shanda. H4 orqali kirgan, esingizda bo'lsa men bayga kiribman desangiz, H4 da model hisoblaydigan. Berish flag taxlaganda-da, berish. Yana bozorda faqat ko'proq model bilan ham ishlasa, trend liniya bilan ishlaganda ham normal foydasi bo'ladi. Normal. Misol uchun mana bu holatda ham maksimumdan perxa qilgan, minimumdan tutashtiramiz. Mana maksimum perxa bo'lgan. 1 2 3-kasani kelgan, bitta impuls o'zi 2300 pips tushib ketgan. Bitta impuls 3-kasani. Minimumdan tutashtirganmiz. O'sha 4-kasani bu newsga tushganida biz nima dedi? Newsda. Lekin 4-kasani kirganimizda ham birinchi narx kelganda 500 pips tushgan. Mana shu bitta switchdan o'zi 500 pips harakat qilib bergan. Yani 4-kasani o'zi mana 500 pips. Keyin oqib ketgan.
Yana. Ha bu yerda ham chotga, mana bu yerda korobkaga tushgan bu holatda ishlamaymiz. Undan oldingi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Maksimumdan perka qilyapti. Xo'p. Mana minimumdan bunday tutashtiramiz. Bu yerda bu yerga tortamiz. Mana. Minimumdan chiroyli tutashtiradi. Mana ketdi. Maksimumdan perka qilgan global liniya bor, основной liniya. Birinchi minimum, ikkinchi minimum, uchinchi kasani kelgan bay ketgan, to'rtinchi kasani ham bay ketgan, lekin biz 5 kirmaymiz. Keyin mana bu yerda ham liniya bor mana. Maksimum perxa qilgan mana. Perxa, minimum, maksimum. Mana uchinchi kasani bay ketgan bizda. Impuls bilan. To'liq tortsa to'rtinchi kasani ham bay ketgan mana. To'rtinchi kasani ham bizda 440 pips. Liniyani har bitta kasaniyasi bizda harakat qilib beryapti. Sardorda tek profit qayga qo'yishni boshdan qaytarib yuboring shu Agar qarang, tek profit qo'yish, mana liniya proboj yoki atvoy bo'ladi-ku, o'sha vaqtda liniyaga tekkan nuqtalar bo'ladi. Bunda masalan liniya atvoy bo'lmay 3-4 kasanalar keladi-ku, 150-200 pipsdan keyin sekin save qilishni boshlasangiz bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Lekin mana liniyani masalan основной aktivlashtirib oling bo'ldi. Aka, sizga qolgan nihoya kerakmas qo'pol qilayotganda. Bitta trend liniyani o'zi bozorni boshqaradi. 3 mabitdan kelganda bitta impuls bilan chiqib ketgan. Mana shu bizda trend liniya. M1 ga kiraylikchi nimaga? Bu yerda minimum yo'q. Bu yerda faqat impuls bilan o'qish bo'lgan ekan. Maksimum perxa bo'lgan. Mana bu yerda bunday liniya tortsak, mana. Maksimum perxa. Mana bu yerdan 3-chi kasana bay ketgan, 4dan ketgan. Keyin kelib bitta minimumni tana yorgan, sel kirganmiz va take profitimiz liniyaga kasana bo'lgan zona. Minimum perlo bo'lgandan keyin take profitgacha mana 150 pips opyapti. Bitta trend liniyani o'zi shuncha harakat qilib beryapti. Minimum perlo va bitta liniya mamlat tortsa bo'lar ekan. Mana bitta ham liniya bor ekan. Mana ke. Minimum perlo bo'lgan. Bu zo'r razvorot bo'lganda, to'g'rimi? Mana bu yerda ham minimumda perlo bo'lgan liniya shunday tutashtiramiz. 3-chi kasana kelganda o'sha savdo kirganmiz, narx bitta impuls bilan oqib ketgan. 3-chi kasanamizdan o'zi 135 pips harakat qilib bering. M1 time frame bu yana M1. Keyin mana bu yerda maksimum perxa bo'lgan, bu yog'i bay. Mana bu yerda bo'lgan. Mana bu yerda ham bo'lgan. Maksimum perxa bo'lgan. Perxa. Minimum, maksimum. 3-chi kasanda kelganda impuls bilan bay ketgan bizga. 70 pips. Keyin qarang, bo'ldi trend liniya, prosta trend liniya. Tana yordi, minimum ham nima bo'ldi? Abdukarim aka tushunasizmi? Tana yordi, selga ta'sir bor. Mana shu yerdan bitta selga kiramiz, bitta retest qo'ygan, anaki uzilib qoldi. Mana. Bizda keyin bitta minimum perlo bo'lgan, ozgina retestga chiqqanda take profitgacha polibon oqib kelyapti. 100 pips. Mana liniyaga tekkan nuqta. Mana take profit nima bo'lgan? Olgan. Retest, sell, take profitgacha 100 pips.
minimum perlo mana bunday tortamiz. Endi mana bunda lekin 3-kasana ko'p yurib bermagan, o'zi deyarli yurmagan ekan. Bunda bitta stop loss. Endi qaranglar, masalan 10 ta vaziyat ko'ryapmiz, kichkina kattadan ko'ra. Stop bermayapti, lekin mana orada bitta stop olgan ekan. 3-kasana kelgan. Bor 40 pips tashlab bering. Keyin maksimum PRH bo'lgandan keyin mana shu yerdan savdoga kirganmiz, minimumda stop qo'yganmiz. 5 punkt bo'lgan. Narx impuls bilan uchib ketyapti. Qayerga tushunmadinglar? Trend liniyani. Tushunarli, Sardor bey. Tushunarli? Ha? Faqat aktivlashtirib olsangiz bo'ldi. Abdukarim